aka o'tiraylar. Doktorlar kelib aytgandek, yaxshi reja boshlayapmiz deb, hurmatli ko'rgan mablag' ajratib berdilar. Loyihachilik kelib ishlayapti. Shu hafta 10 kunlarda loyihani ham yakunlaydi. Undan keyin quruvchini shaffofga e'longa qo'yamiz. Bu ham tartibi bor. Lekin asosiysi viloyatimizga pul kelgan, mablag' ajragan. Biz o'zimiz qilishimiz kerak bo'lgan tashkiliy ishlarga yetib keldik. Oldinroq kelib bir nuroniylar bilan ko'rishgandik, mahalliy ikkiligi bilan ko'rishgandik. Xudo xohlasa, deydi ko'pchilik shu hudud fuqarosi o'zinglar bilasiz, odamni muzur to'kib ketgan, noqonuniy qurilmalar xohlasa. Ko'pchilik buni orqa taraf bo'lib bu yo'l. O'zini molxonasini, tandirxonasini orqa taraf qilgan bo'lsa, biz qilgan rejada hamma xudo xohlasa oldi ishini shu tarafga oladigan darajaga olib kelamiz. Buning uchun mana o'tgan safar nuroniylarga ham iltimos qilgan, birgalashishimiz kerak hammamiz. Bu yerda soyi bo'yida beriladigan vatxoz ham kelgan. Bo'yidagi beradiganlarimiz vatxoz orqali auksionda shartnoma bo'ladi. Bo'sh joyda ko'p yillik beradiganimiz ham 100% auksion bo'ladi. Hech kim bu yerda ustunlik bo'lmaydi. Hech kimga u kim bo'lishidan qat'iy nazar auksionda qatnashib yutadi. Birinchi, eng yaxshi shartimiz. Biz qo'limizdan keladigani mana shu kengash bu yerda shtabga Olimjonni qo'yganman, muvofiqlashib shu hududga nima kerak o'zi ko'proq. Bizning dam olish zonasi, turizm zonasi, mana yoshlar zonasi reja qilyapmiz bu joyda. Endi asli 3 kilometr, ikki taraf 6 kilometr, katta joy bu joy. Biz bu joyni agar chiroyli amalga oshiradigan bo'lsak, buni tepa hududi ham bor, 1,5 kilometr pastki hududi ham bor. Bundan keyingisi. Lekin biz bu yerda maqsadimizni, rejamizni ko'rsatib berishimiz kerak. Bu byudjet tarafidan qiladigan ishni qilamiz. Lekin eng katta qiladigan ish bu nima u desa, biz berishimiz bilanoq hisob kitob qo'yish kerak. Auksionda yutib oldingizmi? Biz siz masalan qaysidir joyi fast foodga, qaysidir joyi marojnoxonaga, qaysidir joyi oshxonaga, qaysidir joyi mayli sport kompleks qilib beramiz, hunarmand qilib beramiz. O'shanga moslab auksion shartlariga qo'yib beramiz. Lekin albatta yo pulingizda rejalashtirilgan mablag'ingiz yoki oldindan o'sha krasniga tushib qolmagan tadbirkorlik subyektining kreditga hujjatlarini tayyor qilib, bank bilan reja qilib ishlasak, chunki rejadagi ishlar yurganda o'tdi bitta bino hech nima ish qilinmay tursa, hamma belovi ikkinchi asfaltni tashiganimizdagi uy joyga katta armaturalanib kelib, betonlanib kelib ishlaman bo'ladi. Shuning uchun bizni qurish jarayonimizda tadbirkor ham biz bilan teng ishlashgan. Shunaqa rejalar bilan kelganmiz. Endi biz loyihachi kim umumiy tushuntiradi? Umumiy mana Sardor bor, Sardor tushuntirgan yo'qasin, bu hamma tanishib, ish tingasa sal yaqinroq ko'rishingni. Shu mana loyiha keyingi bosqich shu ko'rinishda bo'ladi. Hozirgi mana shu axlat bo'lsin. Joy. O'zbek biz mana shu joyni auksionga qo'yib biz hozir. Auksionga savdoga chiqish tayyorlab bo'ldik. Xudo xohlasa chiqaradi. Endi bu joyda mana tuman vatxoz tuman bo'lib o'shalar qo'yadi. Ular ham auksion savdosiga qo'yadi. Birgalikda o'sha savdoni e'lon qilinadi. Savdoga chiqarilgandan keyin har bir lotga ajratiladi. E'lon qilingan kundan keyin savdo boshlangan vaqti bilib, o'shanda har bitta tadbirkor o'zi ishtirok etadi. O'zini nimasi bilan, o'zini puluchi bilan deyiladi. Ya'ni kaliti bilan elektron puluchi bo'ladi hamma. O'sha auksion savdo ishtirok etib, o'shanda qatnashib, g'olib bo'lgan tadbirkorga o'sha joy naturalni o'lchab beriladi joyi. Ya'ni kelib, lekin bitta narsani bilish kerakki, auksion talabi maqsadi bor. Endi qo'yilgan maqsadi bo'ladi. Nimaki maqsadi o'zi o'shanda o'zgartirilmasligi sharti bilan. Ya'ni sartaroshxona yoki bo'lsa umumiy ovqatlanish shoxobchasi yoki bo'lsa fast food deb qo'yilgan bo'lsa tadbirkorlik masala. O'shani o'zgartirmaslik kerak. O'sha holatda o'zgartirilmaydi. Chunki auksion sharti nimasi buziladi. Ya'ni sizga berilgan narsani o'zingizcha uy joy qilib olaman yoki boshqa narsa qilib olaman, bir qanaqadir narsa qilib olaman deb xayol qilmasligingiz kerak. Faqat bu yerda talab shunaqa bo'ladi. Bizning maqsadimiz ham shu. Shunga men davlatning byudjetida shuncha mablag' ajratilgandan keyin
o'sha talabga qarab ish qilishimiz kerak. Biz ona bo'sh joylar hammasini qo'yib, hozir 21 ta lotga nima qo'yganmiz? Savdoga chiqargan bo'sh joy qo'yganmiz. Eng kattasi. Ha, ishda 21 ta hozirgi kun. Eng kattasi. Eng kattasi 45 kvadrat, eng kichigi 45 kvadratdan 3 sotuq, 4 sotuqgacha qo'yganmiz. Kattasi. bitta hovli 4 Bitta hovli deydi. joyda endi 4 so'ton kichkina joy Ha, emas. katta. O'shaning uchun hamma bu auksion ochiq o'yin bo'ladi. Tanish bilishchilik bo'lmaydi. Hammangiz o'zingiz mablag'ingizni ko'tariladigan narsa. O'shanga qarab ishtirok etasiz. Bizni hozir qilgan dastlabki ishimiz hozir yerni biz bo'sh joy aniqlab qo'yib biz hozir o'zi jarayonga kirgizganmiz. Endi bu 21 ta tashkilot bor. Ya'ni auksion savdosini ko'rib chiqadigan. Buning ichida hamma tashkilot elektr, gaz, suv, svet, ekologiya, boshqa tashkilotlar bor. Ular ko'rib chiqadi. Davlat mulkini boshqarish agentligi bor, viloyat boshqarmasi bor. U oxirida savdoga chiqib narxini e'lon qiladi. Yakuniy xulosani chiqaradi. Qolgan Buni biz hozir qilamiz lekin. Bu Ha. jarayonda siz masalan hozirgi tashabbuskorlar bega hokimiyati nima uchun bitta vakilini qo'ydi muollimjon. Kim qanaqa joyi bilib turib bo'sh joylarni o'zi bular e'lon qilgandan keyin masalan mana shu joy menga fast foodga qulay 45 kvadrat deydi. Endi 3 sotuq stadion bu chiqadimi? 3 sotuq 4 sotuq. ikkita ham chiqadi. Chiqadimi? 3 sotuq 4 sotuqli joyda masalan men bu hudud bo'lgandan keyin aholiga ta'sir qilmaydi. Bu yerda masalan yo'q suzish havzasi qilaman. Chunki suv bor bundan olib chiqib filtrlab qo'ysa bo'ladi. Yoki hozirgi aytgandagi sun'iy chim qilaman. Menga qabulga borganda bitta yoshroq bola, o'shanga o'zi yoshlarni so'raydim. Shunaqa shartingizni qo'ysangiz, bersangiz o'zidan biz auksionga qo'yish tartibida sizni talablaringizdan kelib